Iffat serialining 57-qismi 16 dekabr 2025-yil soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi bilan tomoshabinni yana chuqur o'yga toldiradi. Ushbu qism avvalgi voqealarga yangi ma'no bag'ishlab, qahramonlar taqdirida burilish yasaydigan muhim pallaga aylanadi. Kamron va Shirinning hayoti bu gal yanada murakkab sinovlar bilan yuzlashadi. Or, sadoqat va muhabbat tushunchalari quruq so'z emas, balki og'ir qarorlar orqali namoyon bo'ladi. Syujet muhabbatning qanchalik kuchli ekanini, inson esa bu kuch oldida qanchalik ojiz bo'lishi mumkinligini nozik tarzda ochib beradi. Har bir sahnada ichki kurash, sukut ortidagi iztirob va umid sezilib turadi. Serial ijodkorlari voqealarni shoshmasdan, mantiqiy izchillikda rivojlantiradi. Shu bois tomoshabin qahramonlar bilan birga yashaydi, ularning xatolaridan saboq oladi va his-tuyg'ulariga befarq qolmaydi. Aktyorlarning tabiiy ijrosi, sokin, ammo kuchli dramatik ohang serialning asosiy ustunligiga aylangan.